insonning asli arzimagan qora balchiq loydan iborat edi. Ammo Alloh taolo o'z qudrat qo'li bilan uni inson shakliga keltirdi. Biroq shunda ham loyligicha qolaverdi. Alloh taolo uning ichiga o'z ruhidan puflaganidan keyingina insonga aylandi. Qadr qiymat topdi. Farishtalar Allohning amri bilan unga sajda qiladigan oliy maqomga erishdi. Demak, insonning qadr qiymati ruh bilan bog'liq ekan. Inson qancha ruhoniy bo'lsa, shuncha qiymati ortadi. Ruhoniyligini yo'qotgan sari qadr qiymatini ham yo'qotib boradi. Ruhoniylikni inkor etsa, insonligini ham inkor qilib, hayvonlar darajasiga, balki undan ham past darajaga tushib qoladi. Inson loy, ya'ni jism va ruhdan iborat. Uning asl tabiatida shu ikki narsa qorishgan bo'ladi. Ham jasad bor, ham ruh bor. Dinimiz islom esa ham jasadga, ham ruhga e'tibor berish, ikkovini mutanosib ravishda tutishga buyuradi. Jasadning ham talablariga me'yorida javob bermoq lozim. Biriga e'tibor berib, ikkinchisini beparvo tashlab qo'yib bo'lmaydi. Jasad uchun ozuqa kerak. Qorin ochadi, chanqaydi. Bunga ozuqa berasiz, nafs orom oladi. Ruhga ham ruhoniy ozuqa kerak. Allohning zikri kerak, Qur'on tilovati kerak, Allohning buyruqlarini qilish kerak. Hozirgidek tilni, ko'zni, qalbni Alloh qaytargan ishlardan qaytish ruhning ozuqasi bo'ladi. Ruhni o'z holiga tashlab qo'ysa, ruh ham ozuqasiz qoladi, ozuqaga muhtoj bo'ladi. Xuddi jasad och qolib chanqagandek. Jasad och qolib chanqasa o'ladi, jon beradi. Ruh ham qashshoqlashadi. Natijada nafs bunga g'olib kelib, faqat gunohini o'ziga kasb qilib oladi. Bu odamdan yaxshilik chiqmaydi. Chunki ruhidan nafsi g'olib bo'lib qolgan. Xuddi shuningdek, iblis insondan oldin samum olovidan yaratilgan bo'lib, unga Allohning ruhi kirmagan, ya'ni olovdan yaratilganligicha qolgan. U ham o'z asliga tortadi. Zararli olov kabi insonni kuydiradi. Ig'vosiga uchganlarni halokatga yetaklaydi. Bandani faqat yaxshi niyat va chin ixlos najotga erishtiradi. Fath Mavsuli olamdan o'tganidan keyin bir ulug' zot uni tushida ko'rib, Alloh sen bilan nima qildi deb so'radi. Alloh mendan, ey bandam, dunyoda nega ko'p yig'lar eding deb so'radi. Men unga gunohlarimdan qo'rqib yig'lar edim dedim. Alloh dedi, ey Fath, sen ko'p yig'laganing uchun gunohlaringni yozmaslikni yozuvchi farishtalarga buyurgan edim. Alloh Fath Mavsulini rahmat qilsin. Ahmad Havaroniy tushida go'zal hur kelib yoniga o'tirganini ko'rdi. Unga qarab, yuzing g'oyat chiroyli dedi. Hur dedi. O'tgan kecha sen Allohdan qo'rqib ko'p yig'lading. Ko'zingdan oqqan yoshlarni olib yuzimga surtdilar. Shu tufayli mening yuzim shunchalar go'zallashdi. Naql qilinishicha, bir kishi Abu Bakr Varroqni ziyoratiga kelib unga menga nasihat qiling dedi. Abu Bakr Varroq unga ikki jahonning yaxshiligi Allohni berganiga qanoat qilmoqlikdir va ikki jahonning zavoli mol-u mulkning ko'pligidadir. Borgin, bu nasihatga amal qilsang, ikki jahonda najot topasan dedi. Shuning uchun har bir insonga ixlos, yaxshi niyat yo'ldosh bo'lsagina bu dunyoda ham, oxiratda ham najot birga bo'ladi. Iymonsiz, dinsiz kishi xuddi shamol esib joydagi patga o'xshaydi. U biror holatda qaror topmaydi. Uning yo'nalishi noma'lum. U biror joyda mustahkam o'rnashmaydi. Iymonsiz, dinsiz kishining qadr qiymati va tayanchi bo'lmaydi. U tashvishli, notinch va xavotir bilan yashaydigan insondir. Xuddi e'tiqodsiz odam, gunohni ko'p qiluvchi odam, qalbida fasod, adovat, boshqalarga nisbatan nafrat
bilan yuradigan odam ham xuddi shu tariqa hayot kechiradi. U o'zini haqiqatini, nima uchun bu dunyoga kelganini, unga hayotni kim berganini va nima uchun berganini, so'ngra vaqti kelib nima uchun o'sha hayot tortib olinishini ham anglab yetmaydi. Iymonsiz, dinsiz bo'lgan bunday inson xuddi ochko'z hayvon yoki halok qiluvchi yirtqich kabidir. Uning ochko'zligi va o'tkir changalini madaniyat va qonunning o'zi bilan ham to'g'rilab bo'lmaydi. Shuning uchun Allohdan so'raymiz, hammamizni chin ixloslik, yaxshi niyatlik, taqvolik mu'min musulmonlardan qilsin. Aytilgan mau'izalardan Robbimiz hammamizga manfaatlar bersin.